Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zgidromet dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Ertaga qaysi viloyatlarda kuchli suv toshqinlari va qor yog'ishi ma'lum bo'ldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat, yomg'ir, qor, harorat pastlashi dam olish kunlari uchun prognoz e'lon qilindi. Juma kuni va shanba kuniga o'tar kechasi O'zbekiston hududining katta qismida yomg'ir yog'ib, qorga aylanadi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida yomg'ir kechga tomon boshlanadi. Bu haqida O'zgidromet ma'lumot berdi. Prognozlarga ko'ra, 17-yanvar kuni kunduzi respublika bo'yicha beqaror ob-havo saqlanib turadi. Ba'zi joylarda asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi, ammo uning jadalligi nisbatan kamayadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ushbu kunlarda asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. 18-yanvar yakshanba kuni respublika hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat kechasi va ertalab Navoiy, Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida va Farg'ona vodiysi viloyatlarining ba'zi joylarida biroz qor yog'adi. Shanba va yakshanba kunlari kunduzi 0,5 daraja iliq atrofida bo'ladi. Harorat kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqqa pastlaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda vaqti bilan qor yog'adi. 16-yanvar ba'zi joylarda kuchli qor yog'ishi kutilmoqda. Toshkentda juma kuni kechqurun qor yog'adi, shanba kuni kechasi ertalab yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi, tuman tushadi. Kunduzi vaqti bilan biroz qor yog'ishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 1-3 daraja iliq bo'ladi. Yakshanba kuni kechasi va ertalab biroz qor yog'ishi mumkin, tuman tushadi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, kunduzi 3-5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.